Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh mana Izzat akamizni xonadoniga ketib keldik. Obyektni juda chiroyli solgan ekan, mana planirovka zo'r bo'lgan ekan. Xudo xolasa ichkarini zasivkasini tayyorlab oldik. Stashiyaga tayyor. Pesoyimiz kelgungacha uyda diagonallarini, no'llarini lazer yordamida chiqarib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin, uyda perikosini yo'q qilib harakatidamiz mana. 347 bir tarafi. Endi bu tomonni olishadi hozir videoga. Videoni uzmayman, cho'zilishi mumkin. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bu ham 347. Xudo xolasa Bag'dodda yirik qumidan chaqiryapmiz yana. Batta ham o'sha qumni ishlatamiz. Inshaalloh juda chiroyli qilib bitirib beramiz. Mehmonxonani bo'yini balandroq qilingan ekan. Stashkani o'ta go'zal qilib nolga qo'yib berishga harakat qilamiz. Qo'llab turinglar, podpiska, like, miqlab ketinglar.